Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz sizlarga yana video lavha qilyapmiz. Bugun tarqatganimiz 4-aprel 2025-yil. Qo'ylar ertalab suvga indiramiz. Videoni kuzatishda davom etingizlar. Videoga maksimal like'lar bosinglar, kommentarda o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Mana kun chiqyapti ertalab. Sizlardan iltimos shu videoga 1000 ta like bo'lsin. Bitta ko'rsatingizlar o'zlaringizdan. Xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Mana bugun qo'yni suvga indiryapmiz. Bugun 4-aprel 2025-yil. Qo'y avtdan kechib keladi yana. Ey, oldi bo'ling haryapti. Shu yer qo'li kalon bo'ladi. Sigir chiqadigan joy. Ay, shundan so'ydan ichidan keladi sigirlar. Selga o'tgan joydan. Shunday ham so'ydan ichidan keladi. So'ydan ichidan chiqib, chiqib ketadi o'ngsiga. Ne matara o'ykil. Bu mana tepa qishlog'i. Bu yerda bizning qo'ylar bor. Bizda shunday holat. Ey, men mototsikl indirib ketyapti. Yo'lni terib. Ey, mototsikl turibdi. Ular yo'lni tozalayapti. Sigir yo'lni tozalab indirgyapti. Mana qo'ylar suvga yetib keldi. Shu yo'ldan yetib keldik. Ey, oldi suv yetib bordi. Qo'ylar suv ishayapti. Shunday suv ichib ketayin. Ertangi soat 3 da chiqib ketamiz yana. Bugun 4-aprel 2025-yil. Tepada. Qo'ylar chog'liqlab ketyapti. Chog'liqlab. 5-dora, 6-dora. 6-doradan chiqarib kelyapmiz. Endi shu qirg'iga chiqish kerak. Shu tarafga o'tadi, soydan taylab. Shu soydan shunday taylab, nari betga o'tadi. Mana. Ey, molla o'tlashni qara. Ajariyap, voy mate. Çağıldı. 6-dora. 6-doranın ichidan o't qaranglar. Tezda bu o't. Mana shimol o'rilmagan yerga. Qo'ylarni sizib o'tdi. Mana ki 6-dora. Shunday ketyapmiz. Mana pista daraxti. Yetti qaranganda.
Qo'ylarni qaranglar qanday. Restoranda. Restoranda yuribdi. Bu yerga ko'p qo'ylar hech qachon kirmagan edi-da. Bugun biz bir qo'yni soldik. Shu 6-darog'ning ichiga soldik qo'ylarni. Dahshat o't zo'r, tizza bo'yi. Bir xillar tizzaga uradi. Mana pastdan suvladik, chiqib kelyapmiz. Ko'ringizlar. Videomizga bittadan like'lab bosingizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Eshak bor. Eshakdan bir amal stanchuklarni tushirib, soydan ichiga tushirib qo'ydik. Endi bundaqa chiqib ketadi endi. O'tni ko'ringizlar. Ko'ringizlar o'tdi. Eshagimiz ham iyice chiqdi o'zi. Bu yerda har xil o't bor. Chog'il. Telefonni bo'ylamay. Böyle shamom tushdi. Qo'ylar chiqyapti ustiga. 6 itlar yotibdi, ikkita it. Balandda ikkita it, 6 ta qaro. Eshagimiz ham chiqib keldi. Heyla. Qishloq. Katta qironing belog'idan shu yerga solgan. Qo'ydi soyning ichiga. Har tarafi yenish, mush tarafi yenish qiyin. Mush tarafdan yenish qiyin. Eshakni javobini tushirib, bundan yendirib, shunda soyning ichidan kelyapti. Bu yerga ko'p qo'yni sola olmaydi, soyning ichiga sola olmaydi, chunki tosh uradi. Mana bu taraf eshak ham keldi bu yerga. Ustiga chiqdi o'zi qo'yning oldi. Bizda shunaqa gaplarda akalar. Sizlardan iltimos, videoga bevaqt bo'lmangizlar. Kimga kim qiziqadigan bo'lsa, like'ni bosingizlar gumillatib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Agar bir narsa so'ramoqchi bo'lsalaringiz, bemalol o'zimning WhatsApp nomerimni qoldiraman. 987 01 90 97. Shu nomerga bemalol WhatsAppda yozaveringizlar. Qo'ldan kelgancha javob beraman sizga yozib borishda. Mana. Kamera kommentariyani orir.